pashsha bilan ari bo'lgan ekanda. Xo'sh. Pashsha har doim ana botqoq joylarda, kir joylarda, axlat joylarda yurar ekan. Ari esa doim gul-gulzorda yurar ekan asalari. Va pashsha bilan ari bir kun uchrashib qopti-da, keyin pashsha nolib qopti. Dunyo rasvo, olam rasvo, hamma joy rasvo bo'lib ketgan, axlatdan iborat, hamma joy balchiq, hamma joy sassiq debdi. Ari aytibdi, dunyo umuman unaqa emas. Dunyo gul-gulzor, asal va boldan iborat. Ya'ni dunyoni Alloh shunaqangi yaratganki, inson unga qaysi nazar bilan qarasa, o'sha narsani ko'radi. Qaysi nazar bilan qarasa, o'sha narsani topa oladi. Dunyo mana shunday yaratilgan. Dunyo yolg'onchi degan terminlarni, atamalarni ishlatamiz. Xo'p, o'shani ma'nosi nima aslida? O'shani asl ma'nosi dunyo yolg'onchi degani inson unga qanaqa nigoh bilan qarasa, o'sha tarafini ko'rsatib beraveradi.